Shu bir kasal bor-da, shu katta ham kichik, boy ham kambag'al ham chalinganda bu kasalga, bu yalqovlik degan kasal. Shu eplab bugungi kunda o'tkazib qo'ysa-da, eplab o'tkazsa-yu haftalikda olsa, eplab oylikka yetib olsa. O'shuning uchun hayot eplama bo'lyapti. O'sha olgan oyligingga baraka qilmayapti. Chunki nima qilmayapsan? Erib tugamayapsan ishingda. Benzinda hammasini yoqib tugatmayapsan. Eplamachsan. O'qituvchi bo'lsangiz kirib turib shu 45 minutda 1 soat eplab o'tkazib olsangiz chiqib ketsang. O'shuning uchun baraka yo'qmi deyman-da, topayotgan pulimizni akalar, ukalar. Nima deylar? Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgan deganlar Rasululloh. Agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar, jonivorni rohatlantiringlar, pichoqda o'tkirlanglar. Professional bo'linglar degani bu. Muallimsan, zo'r muallim bo'l, ustamisan, eng zo'ri bo'l. Bu ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmaslik kerak. Lekin taassub shuna qo'yib qoldik. Top tepasizlar, razminka qilasizlar bir 15 minut aytinglar. Qilmaysizlar, kirasizlar gum top tepasizlar. Ine pax bo'lib qoppan, galinastop bo'lib qoppan, yana nima bo'libdi? Go'shim bo'linibdi, oyog'im qiyshayibdi. O'lib ket. Bu darslarda bir eshitiblar, tasliya qatorida, bir huzur halovat qatorida eshitishimiz kerak emas, ibrat olishimiz kerak. Qarang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yaxshi insonlar. Mana bir muslima sinimiz shunday holat yotganini ko'rib turibsizlar. Mana bugun 8-aprel bo'lsa, 2025-yilda mana hozir kelib sinimiz 2 farzandi bilan, ya'ni hech narsasi yo'q holatda, hattoki lichinasiga puli yo'q holatlarni mana sizlarga ko'rsatyapmiz. Albatta kanalimizda sizda yaxshi insonlar bor ekan, juda ko'p yaxshiliklar bo'lib kelyapti. Kelar mana sinimiz ham oyoqqa turib ketishlikka, mana shunday bir yetimlik holatdagi bolalariga yana bosh bo'lib bolalariga bosh bo'lishlikka hammamiz hissamiz qo'shaylik. Bugun Alloh taolo imkoniyat bergan. Alloh uchun shu videolarimizga duo qilib tarqatib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Hozir mana srochniy chet davlatga ketish kerak. Bilasizlar, bunga qancha katta summalar ketadi. Faqat shu videomizga befarq. Bu darslarimizda biz insoniyat karvonini boshqargan, islom saqofatini barpo qilgan kishilar haqida bahs qilamiz. U ulug' insonlar hayotning turli jabhalarida bashariyatga, insoniyatga ibrat namuna bo'lishdi. U ulug' insonlar faqatgina o'zining asri uchungina emas, balki keyingi asrlarga ham, hatto hozirgi kunimizga ham siz bilan bizga misoli oliy bo'lishdi. Ularning oralarida olimlar, faqihlar, obidlar, siyosiy arboblar, qo'mondonlar, hatto tabiblar ham bo'ldi. Bugungi suhbatimiz Ibn Nafis haqida. Bu suhbatimiz avvalgi suhbatlarimizga o'xshamaydi. Chunki bu kishi mana shu diniy bilimlarni juda ko'pida katta bir yutuqlarga, muvaffaqiyatlarga erishishlik bilan birga, yana tabobat ilmida ham zamonasining eng peshvolaridan, ulug'laridan edi. U kishi olim, faqih, tabib edi. Himsda ulug' edi. Bu shahar ana shu davrlarda islomiy hazoratning, madaniyatning muhim nuqtalaridan biri edi. Bu shaharda fiqh, aqida, hadis, lug'at ilmlari, nahv, sarf ilmlarining kibor olimlari yetishib chiqqan edi. Tabobat. Imom Shofiy aytgan edi: diniy ilmlarning eng sharaflisi fiqh, dunyoviy ilmlarning eng sharaflisi tib. Imom Shofiyning yana bir so'zi bor: ilmu fiqhi lil adyan, ilmu tibbi lil abdan. Din uchun fiqh ilmi bor, badanlar uchun tib ilmi bor. Qolgani hunar degan ekan. Bu Imom Shofiyning gapi. Tabobat inson zotini, og'rig'ini, alamini, mashaqqatini ko'taradigan ilm. Bu kishining to'liq ismi Abul Hasan Alaiddin Ali ibn Abil Hazm Xolidi Mahzumiy Qurashi. Asli Qurayshga borib taqaladi, Banu Mahzum urug'iga. Alauddin Abu Ya'la ibn Nafis. U kishi Himsga keldi, fiqh va hadis madrasasiga qo'shildi. Yana u kishi arab tilini, uning ilmlarini, bayonni, sarf, nahvni bularni qattiq kirishib o'rgandi. U kishini mana shu ilmlarga bo'lgan jiddiy jahdini ulamolar kuzatishdi. O'shuning uchun ayrimlari bu kishi fiqhda yoki hadisda olim bo'ladi deb kutishdi. Yana ayrimlari yo'q, tarix bilan arab tilida bu kishi o'zini zamonasining eng ko'zga ko'ringan olimlardan bo'ladi, oriflardan bo'ladi deydi. Ya'ni diniy bilimlardan zo'r o'rganganligidan shunaqa kelajak kutilyapti u kishidan. Ammo u kishi tabobat tomonidan ko'proq ko'zga ko'rindi.
ulug' insonlarni mana shu ulug'likka olib chiqqan omillar, sabablarni gapirganimizda bir narsaga alohida to'xtalib o'tdik. Bu kishilar ilmlarni deyarli hammasidan xabardor bo'lib o'qib o'rgangan, lekin o'zi uchun bitta sohani tanlagan va asosiy diqqat e'tiborini mana shunga qaratgan. Agar kishi o'zi yaxshi ko'rmaydigan ilmga berilsa, o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishga majburlansa, ehtimol bu ilmda, bu ishda bir qandaydir yutuqqa erishar, lekin o'zini zamonasini eng peshvolaridan, shu ilmni peshqadamlardan bo'la olmaydi hech qachon. Ibn Nafis fiqhni, tarixni, arab tilini o'rgandi. Ammo uni qalbi boshqa ilmga talpinib turar edi. Tabobatga. Ehtimol u kishini mana shu tabobatga qiziqib qolishiga sabab o'zini bir qattiq kasal bo'lganidir. 629-yil edi. Ibn Nafis aytadi, 12 yoshlarimda edim, qattiq istimaga duchor bo'ldim. Istima ketidan istima, istima ketidan istima. Tabiblar kelib, biri ko'rib, u davoni beradi, foyda qilmaydi. Yana bittasi kelib, boshqa davoni beradi, uni ham bir shifosi yo'q. Shu paytda tabiblarga nisbatan qalbimda yomon gumon paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bilishmas ekansan senlar ishini degan ma'noda. Ehtimol shu narsa meni tabobat bilan shug'ullanishimga turtki bo'lgandir. O'qib o'rganay, toki odamlarga foydam tegsin. Men bosib o'tgan mana shu alam mashaqqatlar odamlar ustiga kelmasin. Shu dardlarni ko'taray degan niyati bo'ldi. Ibn Nafis tabib bo'lmoqchi ekanligini otasiga bildirdi. Otasidan qarshilik. Oila a'zolari ham hammasi qarshi bo'lishdi. Chunki u paytda Himsda tabobatni o'rganishlik bu yangi narsa edi. Asosan diniy bilimlar edi. Tabobatni o'rganaman desa qarshilik qilishdi. Hozir buni teskarisi, shariat ilmini o'rganaman desa qarshilik qiladi. Otasi bu fikrga qattiq qarshi bo'ldi. Ibn Nafis qattiq turib oldi o'zida. Xullas uzoq bo'lgan bahs munozaralardan keyin otasiga va'da berdi. Eng zo'r tabib bo'laman deb va'da berdi. Tabiblarning eng zo'ri bo'laman deb niyat qildi, va'da berdi, otasi ko'ndi. Ana akalar, kishi o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, albatta bir muvaffaqiyatga, ulkan yutuqqa erishadi. Endi Himsda tib ilmini o'rgatadigan olimlar yo'q. Damashqqa borish kerak. Damashqdagi eng katta shifoxona Nuriy shifoxonasi. Bu shifoxona shu shifoxonani ta'sis qilgan Nuriddin Zankiga nisbat qilinib shunday nomlangan edi. Bu Ayyubiylar davri. Ayyubiylar tabobatga, meditsinaga juda qattiq e'tibor qaratishgan edi. Demak, Damashqdagi Nuriy shifoxonasiga keldi. O'sha davrdagi eng peshqadam ilg'or shifoxona bo'lgan Nuriy shifoxonasi. Kitoblarning eng zo'rlari jamlangan tabobat bo'yicha. Va mana shu shifoxonaga dunyodagi manaman degan tabiblar, shifokorlar kelib shu yerda xizmat qilar edi. Mana shu madrasaga kelib joylashganidan keyin Ibn Nafis Imron al-Isroiliy laqabi bilan mashhur bo'lgan ko'z tabibi Muhasibiddin Abdurahim qo'lida ta'lim olishni boshladi tabobatni. Bu kishi haqida aytiladiki, bu kishi ajib bir dorilar bilan, g'ayrioddiy uslublar bilan tuzalishdan umidi uzilgan, tabiblar davolashdan bosh tortgan, hayotdan umidini uzib qo'ygan kishilarni ham davolar edi. Ajib dorilar bilan, g'ayrioddiy uslublar bilan. Ibn Nafisning hayotini avvali mana shunday bo'ldi. Hamma qatori hadis, fiqh, aqida, tafsir, tarix ilmlarini o'rgandi. Ammo o'ziga tabobat ilmini birinchi o'ringa qo'yib tanlaganidan keyin ko'proq e'tiborini nima qildi? Tabobatga qaratdi. U kishi mana shu aqidadan, tafsirdan, fiqhdan, hadisdan, siyratdan kitoblar yozadigan darajada olim maqomiga yetgan kishi tabobatni shu bir chekada qo'shib o'rganib qo'yapti. Shu bir kasal borda, shu katta ham kichik, boy ham kambag'al ham chalinganda bu kasalga, bu yalqovlik degan kasal. Shu eplab bugun kunda o'tkazib qo'ysa-da, eplab o'tkazsa-yu haftalikda olsa, eplab oylikka yetib olsa. O'shuning uchun hayot eplama bo'lyapti. O'sha olgan oyligingga baraka qilmayapti. Chunki nima qilmayapsan? Erib tugamayapsan ishingda. Benzinda hammasini yoqib tugatmayapsan. Eplamaysan. O'qituvchi bo'lsangiz kirib turib shu 45 minutda 1 soat eplab o'tkazib olsang, chiqib ketsang. O'shuning uchun baraka yo'qmi deyman-da, topayotgan pulimizni akalar, ukalar. Nima deylar? Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgan deganlar Rasululloh. Agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar, jonivorni rohatlantiringlar, pichoqda o'tkirlanglar. Professional bo'linglar degani bu. Muallimsan, zo'r muallim bo'l, ustamisan, eng zo'ri bo'l. Bu ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmaslik kerak. Lekin taassub shuna qo'yib qoldik.
Top tepasizlar, razminka qilasizlar bir 15 minut aytinglar. Qilmaysizlar, kelasizlar gum top tepasizlar. Ine pax bo'lib qolgan, galinastop bo'lib qolgan, yana bo'pti, go'shim bo'linibdi, oyog'im qiyshayibdi. O'lib ket. Bu darslarda bir eshitiblar, tasliya qatorida, bir huzur halovat qatorida eshitishimiz kerak emas, ibrat olishimiz kerak. Qarang. Bu kishi diniy bilimlarni ham zo'r o'qigan, tabobat tutolagandan keyin zamonasining eng peshqadam tabibiga aylangan. Qachon biz shuna bo'lamiz? Shunaqa bo'lganimizdan keyin ummat qatorida o'samiz biz. 630-yilida Ibn Nafis Misrga Qohiraga keldi. Nosiriy mustashfosiga, shifoxonasiga o'zini mehnati bilan, g'ayrati bilan shu shifoxonada faqatgina tabib emas, balki shu shifoxonaning eng katta tabibiga aylandi. Ya'ni qaytaratamiz, mehnati bilan, mehnatsevarligi bilan, ijtihodi bilan, g'ayrati bilan. Mana shu mustashfoga, shifoxonaga qo'shib qurilgan madrasaga kirib, u yerda ham ustozlik qilar edi, ham u yerdagi ustozlardan bilmagan narsalarni o'rganar edi. Bir necha yildan keyin boshqa Qolaun mustashfosiga ko'chdi. Bu shifoxona Misrdagi ulug' sultonlardan Qolaunning shifoxonasi edi. Shu paytga kelib imorati bitgan edi. Ibn Nafis hurmati, ilmidagi peshqadamligi shu darajaga yetdiki, Sulton Beybarsning shaxsiy tabibiga aylandi. Sulton Beybars bilasizlar, Sayfuddin Qutuz bilan Mo'g'ul tatarlarni birinchi bo'lib sindirgan qo'mondonlardan, hokim sultonlardan edi. Mana shu sulton Zohir Beybarsni o'zini xos tabibiga aylandi. Sulton Beybars birodarlar Misr va Shomga 22 yil hokimlik qilgan inson edi. Ya'ni shu darajaga yetdi. Ibn Nafis tabobatda mana shunday bir mashhur insonga aylanib ketganiga qaramasdan, diniy ilmlarni beparvo tashlab qo'ymagan edi. Misrdagi Sururiya madrasasiga bog'lanib, fiqhni, o'zini mazhabi Shofiy mazhabini puxta o'rganib chiqdi. Ibn Nafis yashagan zamon qanaqa zamon edi, birodarlar? Shomda hali salbchilar urushi davom etib turgan, hali mo'g'ullarni islom yurtlariga kelib, yurtlarni vayron qilgan davrda yashadi. Lekin mana shunday bir barqarorsizlik, mana shunday bir tinchlik yo'q bo'lishligi u kishini ilm ma'rifatdan to'sgani yo'q. O'zini ilmida u kishi o'sishda davom etaverdi. Misrda 39 yil turganidan keyin u kishining haqiqiy bir ulug'ligi odamlarga ko'rindi. Ana shu paytga kelib Misrga vabo kasali tarqadi. Bu vabo shunday bir tarqaldiki, Misrni qishloq shaharlarini katta kichik erkagi ayol bir chekkadan qira boshladi. Shunda Ibn Nafis ulkan bir tibbiy ishni amalga oshirdi. Bir jamoa kishilarni to'pladida, tabiblarni ularga ta'limni berdi. Nima qilish kerak? Vaboga nisbatan qanday muomalada bo'lish kerak? Kasal kishi bilan qanday muomala qilishlik kerak? Hamma ko'rsatmalarni berdi. Bemor qanday ish qilish kerak? Mana shu u kishidan ta'limotni olgan tabiblar Misr bo'ylab tarqadida Ibn Nafisning ko'rsatmalarini amalga oshirdi. Ibn Nafis boshchiligida vaboga qarshi urush boshlandi. Va mana shu ulkan urushda birodarlar Ibn Nafis g'olib bo'ldi vabodan. Misr ahlini vabodan Allohning fazli marhamati bilan qutqarib qolishga muvaffaq bo'ldi. Endi bu uchun Misr ahli Ibn Nafisdan juda qattiq minnatdor bo'ldi. G'oyatda katta bir ikrom ko'rsatdi. Ulkan hadiya sovg'a salomlarni berishdi. Qo'lida dunyo ozgina to'plangandan keyin bir katta uy sotib oldi. Qolgan umrini xotirjamlikda, mulkko'chilikda yashab o'tdi. Mana shu qilgan ishi uchun Misr ahli u kishini ulug'lab Ibn Nafis al-Misri, ya'ni Misrlik degan laqabni berishdi. Garchi u kishi Shomdan kelgan bo'lsa ham, u kishi bilan faxrlanib mana shunday laqabni berishgan bo'ldi. Uning majlislariga ayonlar, talab ilmlar shoshilishar edi. Dunyoni har tarafidan tabobatni o'rganmoqchi bo'lgan talabalar uni majlisiga kelar edi. Bulardan tashqari diniy talab ilmlar ham kelardi, diniy bilimini olishlik uchun. Ibn Nafisni hayotidagi tavozun, bizning tilda balans. Uning zamondoshlari aytadi, Ibn Nafis saxovatli, go'zal xulqli, tiniq fikrli inson edi. Dinida Shofiy mazhabini mahkam tutgan edi. Qarangda, xulq bor, saxovat bor, ochiq yuzlik bor, shirin suxanlik bor. Albatta bunaqa odam hammaga yoqadi. Ibn Subki o'zining Tabaqatul Shofiyal Kubro kitobida Ibn Nafisni Shofiy mazhabining eng ko'zga ko'rgan faqihlaridan deb e'tibor qiladi. Shuning uchun doktorlikka o'qiyotgan akalar, ukalar Hanafiy mazhabining olimi
va ko'z xirurgi degan unvon turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Qiroatni 7 xil turini biladigan qori va kuchli kardioxirurg degan unvon turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Qo'lingizdan keladimi? Zo'r yurist, shahardagi eng zo'r yuristimiz. Yurisprudensiyani zo'r biladi. Sihoh sitani yodlagan. Bu unvon ham turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Ibn Nafisni tarixini o'qir ekanmiz, u kishini ismini tarixda qoldirgan, Sharqda ham, G'arbda ham mashhur qilgan ishi Sharhut Tashrih al-Qonun kitobiga kiritgan tuzatishlari. Mana u kishini mana shu tabobatda erishgan yutuqlardan o'qiymiz. Inson fiziologiyasini o'rganishdagi peshqadam tabiblardan bo'lgan edi. Birinchilardan bo'lib inson fiziologiyasini o'rgangan edi. U Ibn Nafis kichik qon aylanish sistemasini birinchi bo'lib aniqlagan olim edi. Mikrosirkulyatsiya deylar ekan. Kichik qon aylanishlik sistemasini. G'arbliklar bu kashfiyotni birodarlar, mana shu mikrosirkulyatsiyani ingliz olimiga tegishli deb da'vo qilishadi, lekin aslida bu haqiqatni mana shu ingliz olimidan 350 yil avval Ibn Nafis aniqlab ulamolarga taqdim qilgan edi bu ilmni. Ko'ryapsizmi? Meditsinada bir kashfiyot qilyapti. Muhiddin Tatoviy o'zining ilmiy risolalarining birida bu haqiqatni odamlarga bildirmagunicha hamma bu kashfiyotni o'sha ingliz olimimizga nisbat qilib kelar edi. Mana endi esa bilamiz birodarlar. Demak, mana shu mikrosirkulyatsiyani bu kashfiyotni Ibn Nafis qilgan ekan. Siz bilan bizni ajdodimiz. Ibn Nafisning tabobat ilmiga kiritgan yangilari faqat shu emas edi. Bundan boshqa bir kashfiyotlar, yangilari ham bor edi. Ibn Nafis tarafidan ko'z kasallariga tegishli bo'lgan juda ko'p izlanishlarning natijalari bor. Ya'ni u kishi farmatsevtikaga ham o'zining katta hissasini qo'shgan. Tuzni insonning jasadiga qanaqa bir xatarlar borligini nozik suratda o'rganib chiqqan edi. Shuning uchun mana shu kishi birinchi bo'lib bemordan tuzni tanovul qilishda mo'tadil bo'lishni talab qilgan ekan. Tuzni qon bosimini ko'tarilishiga ta'sirini birinchi bo'lib aniqlagan kishi ham Ibn Nafis bo'ladi. Nafas olish yo'lini, nafas olish a'zolarining ishini tushuntiruvchi puxta rasmlarni chizib bergan ham Ibn Nafis bo'ladi. Ibn Nafisni ko'p kitoblari chop etilgan, ammo hali hanuzgacha chop etilmagan kitoblari bor. Ana shu kitoblardan Sharh Fusulul Abuqrat val Mu'jaz fit Tib. Salbchilar Andalusni egallashganida Andalusning katta kutubxonasini olib chiqib kuydirishgan. Juda katta miqdorda kitobni kuydirishgan. Hozirgi ulamolar aytadiki, g'arblik, agar o'sha Andalusdagi kutubxonani kuydirmaganimizda, qo'limizda qolganida oyga piyoda yurib chiqib ketayotgan bo'larmidik deyshadi. Ya'ni qanaqa ulkan ilmni kuydirib yo'q qilishgan. Siz bilan biz ota-bobolarimiz, bobokalonlarimizning kitoblarini qanaqalarni olib chiqib ketishdi? Mana Ibn Nafisning kitoblari hali hanuzgacha tarjima qilib tugatilmagan ekan birodarlar. Hali kunni yorug'i ko'rmagan kitoblari bor, turibdi. Qayerda turibdi? Qachon kashf bo'ladi? Qanaqa u yerda bir ilmiy izlanishlarda natijalari bor? Ehtimol Nobelskiy premiya olarsan bitta narsasini o'rganib chiqib turib. Uning uchun akalar o'rganish kerak edi bu diniy bilimlarni, arab tilini, shu eski kitoblarga tishimiz o'tishi uchun. Eng katta ta'lifoti mashhur Ash-Shamil fi Sinat at-Tibbiyya ensiklopediyasi bo'ladi. Qarang, hozir men raqamlarni aytaman. Ibn Nafis o'zini kuzatishlarini qoralama qilib yozib, cho'rnovoy qilib yozib, 300 mujallatga yetkazgan edi. Cho'rnovoylari 300 ta kitob bo'lgan. Endi mana shu qoralamasini oqlama qilib, Belovoyga ko'chirib bizni tilda 300 ta mujallatni 80 ta mujallatga tushirdi. 80 tom kitob. Tushunyapsizlarmi? Kecha necha bet dedik? Kuniga 40 yilda 40 varaqdan 584 ming bet dedik. 400 ta kitob dedik. Kimi? Ibn Tabariy edi. Endi Ibn Nafisni qarang. Cho'rnovoy qilib yozganda 300 ta mujallat bo'lgan, Belovoyga ko'chirganda 80 ta mujallat, 80 tomli ensiklopediya bo'lgan. Tabobatdan nimalar bor ekan? Qanaqa kasallarga davo bor ekan bu yerda deng? Bu 80 jildda
musulmonlarning tabobat ilmidagi xulosalarini jamlagan edi. Yana uchiga farmatsevtikaga taalluqli bo'lgan ilmlarni ham qo'shib qo'ygan edi. Uning Ibn Nafisning mana shu 80 jildlik kitobi 5 asrgacha butun dunyodagi tabiblarning murojaat qiladigan asosiy manbasi bo'lib xizmat qildi. Doktor ukalar, eshitganmisizlar shu odamning atini? Yo'q, eshitmaysizlar. Yunonlik, Rimlik tabobat egalarini atlari aytilingan shu Ibn Sinoni majbur aytishadi-da. Lekin mana shunday bir musulmonlar orasida shunday bir ulug' tabiblar borligini eshitganmisizlar? Biz o'rgatganmiz bu ilm ma'rifatni u g'arbga. 500 yil oldi ular yuksalganiga, 500 yil oldi o'sib ketganiga, o'tib ketganiga. U ham qachon? Biz ilm ma'rifat tashab qo'yganimizdan keyin. Texnologiya ham bizda bo'lgan. Meditsina ham bizda bo'lgan. Astronomiya ham bizda bo'lgan. Algebra ham bizda bo'lgan, boshqa fanlar ham bizda bo'lgan. Biz faqat o'sha ota-bobolarimizni atini aytib faxrlanishdan boshqa narsaga yaramay qoldik. Ibn Nafis rahmatullohi alayh. Mana shu bir ulkan ishga kim qodir bo'ladi? Albatta Alloh o'zi qo'llagan, Alloh yorliq qilgan banda qodir bo'ladi. U kishi tabobatda o'zini mana shunday ulkan ilmiga yana qo'shimcha falasuf edi. Tarix ilmining olimi, fiqh, lug'at ilmining olimi edi. U kishini lug'at va nahv ilmida ham yozgan alohida tasnifotlari bor. Ibn Nafis o'zini ko'proq vaqtini yo ishiga sarflardi, yo kitob yozishga, yo ta'lim berishlikka. O'qidi, o'rgandi, ilmni o'zida jamladi, o'zini ustida qattiq ishladi, keyin to'plagan narsasini ummatga berdi. Ibn Nafisning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak siratlari haqida yozgan Ar-Risala al-Kamiliyya fi Siratil Muhammadiyya kitobi bor. Hadisga taalluqli yozgan kitoblaridan Muxtasar fi ilmi usulul hadis, ilmu kalomga tegishli bo'lgan kitoblaridan Fodil ibn Notiq, fiqhda ham ayrim kitoblarni yozgan edi. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar solsak, nimaga guvoh bo'lamiz? Ular bir sohada, muayyan sohada peshqadam bo'lgan, hech kim yeta olmagan ularga, lekin boshqa ilmlarda ham ular beparvo tashab qo'ygan emas. Ibn Nafisda tabobatga qo'shimcha yana diniy bilimlar ham bor edi. Hayotni, vaqtini birodarlar, musulmon kishi to'g'ri taqsim qilishligi kerak. Masalan, bir sohani tanladingiz, tabobatni. Yosh yigitsiz. Yo bir yurisprudensiyani yoki arxitekturani yoki bo'lmasa boshqa bir aniq fanlarda 50% vaqtingizni shunga sarflang. Qolgan 50%ni bo'ling. Boshqa ilmlarga, sportga, sog'likka, hunarga, qarindosh urug', oila a'zolariga 50% vaqt tanlagan yo'nalishingizga sarf qilingan bo'lsa, shunda inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz. Shunda. Umrining oxirida 80 yoshga yetganida Ibn Nafis 6 kun qattiq kasal bo'ldi. Tabiblar harakat qilishni tuzatishga ko'rishdi, u qilishdi, bu qilishdi, xullas og'riqni yengillatishga yoki bir boshqa bir sabab bo'lib qolar deb turib aroq ichishlikni taklif qilishdi. Ya'ni og'riqni yengillatsin yo bo'lmasa bir tuzalishga sabab bo'lib qolarmikin deb aroqni taklif qilishdi. Idishni kishini og'ziga yaqin olib kelishganida joni og'rib turgan holida urib ontarib yubordi. Aytdiki, qornimda harom narsa bilan Allohga yo'l qilishni istamayman dedi. 687-yil 21-Zulqa'daning juma saharida ummatning ulug' kishilaridan olim, faqih, muarrix, lug'at olimi, ulug' tabib Ibn Nafis vafot etdi. Hijriy 607-yilda tug'ildi, 687-yilda vafot etdi. Melodiy 1213-1288-yillar. Bu kishini ulug'likka olib borgan sabablar, omillar ko'p bo'ldi. Ammo aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, u kishi o'zi uchun bir sohani tanladi va butun kuchini, vaqtini mana shunga sarf qildi. Otalarga aytadigan so'zimiz, bolalaringlar o'zi xohlamayotgan narsaga majbur qilmanglar. O'zi yaxshi ko'rmayotgan ishga majbur qilmanglar. Chunki siz majbur qilgan ilm yoki hunarda bir muvaffaqiyatga erishar. Shu ishdagi peshvo insonga aylana olmaydi. Chunki majbur qilib uzoqqa bormaydi. Ularga ham ra'yiga quloq tutishimiz kerak. Ularning ra'yiga biz o'zimizning fikrimizni qo'shib tuzamiz. Biz faqatgina olimlar, faqihlar, mushtahidlar haqida emas, balki boshqa sohalarda ham peshvo bo'lgan insonlar haqida bir dars qilamiz. Ularning ayrimlari ilm ma'rifatda, saqofatda ko'zga ko'rindi, ayrimlari jang maydonida, ayrimlari siyosatda, ayrimlari tabobatda. Bugungi darsimiz birodarlar, taqvo, zohidlik, salohiyatda
musulmonlarga ibrat bo'lgan ulug' inson Fozayl ibn Iyos rahmatullohi alayhi haqida suhbat qilgan bo'lamiz. U kishi ummatning eng taqvoli, obid kishilaridan edi. Unaqa shu paytgacha siz bilan biz o'qigan ulug' olimlar, chuqur ilm egasi bo'lgan kishi emas edi. Ozgina ilmi bor edi, lekin taqvosi bilan, ibodati bilan, zohidligi bilan musulmonlarga ibrat bo'lgan kishi edi. Bu kishi Fozayl ibn Iyos hijriy 107-yilda Samarqandda tug'ilgan edi. Yoshi katta bo'lganidan keyin Kufaga ko'chib ketdi. Keyin ikki haramni o'ziga maskan tutdi. Mana shu joyda ibodat bilan umrini o'tkazdi. Makka bilan Madina o'rtasidagi mana shunday ibodat bilan umrini o'tkazdi va Obidul Haramayn, ikki haramning obidi degan laqabga ega bo'ldi. Abu Ali Fozayl ibn Iyosning qissasi birodarlar juda ham ajib. Alloh taoloning u kishiga inoyat va lutfi etgan edi. Bu kishining hayotini Allohga qaytish, haqiqiy tavba qilish qissasi desak to'g'ri bo'ladi. Bu kishi bilasizlarmi? Qaroqchi bo'lgan, o'g'ri bo'lgan. Ayrim kishilar aytib qoladi, ha endi bular ulug' odamlar bo'lgan ekan, katta ilm egasi bo'lgan ekan, ibodatni zo'r qilishgan ekan, men ulardaqa bo'la olmayman, men oddiy odamman, katta bo'lib qoldim, ilm o'rgana olmayman. Bu quruq gaplar akalar. Agar banda sidq dildan Alloh tomonga qarab qadam bossa, sidq dildan Allohdan tavfiqni so'rasa, Alloh taoloning fazli keng. Birodarlar, karami keng. Alloh taologa qiyin ishni o'zi yo'q. Allohga hamma yo'q oson. Demak, banda tomonidan birinchi qadam bo'ladi Alloh tomonga, ixlos bo'ladi, tavfiq bo'ladi, birinchi qadam bo'ladi, u yoq Alloh taoloning qo'lida. Faqat ixlos bo'lsin, chin yurakdan so'rasin. Fuzayl ibn Iyozni tavba qilish qissasiga quloq solamiz. Fazl ibn Musa aytadi. Fuzayl ibn Iyos shotir, qaroqchi edi, o'g'ri edi. Bir ayolga oshiq bo'lib qolgan edi. Tunlari shu devorlarga osilib yurib chiqib, o'sha ayolni ma'shuqasini oldiga bir harakat qilib qolar edi. Kunlarda birida ana shu ma'shuqasini oldiga chiqishlik uchun devor osilib chiqib ketayotgandi. Bir odam Qur'on o'qiyotgan ekan, baland ovoz bilan. Qulog'i tushib qoldi. Ya'ni umri davomida qaroqchilik qilgan, fahsh munkarni qilgan, ana shu kechqurun fahshga qarab chiqib ketayotgan holat. Qori ushbu oyatni o'qiyotgan edi. Astagfirullah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum lizikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ma'nosi qanaqa edi? O'g'ri, qaroqchi zino qilgani devorlashib chiqib ketayotgan holatda eshitgan oyatning mazmunini qarang. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Bo'ldi endi degani. Qaysi paytda eshitdi? Ana shu gunoh ma'siyatda eng yomoni bo'lgan zinoni qilgani chiqib ketayotgan holatda. Ilgari kitob ato etilgan, so'ng muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ulardan ko'plari fosiq, itoatsizdirlar. Fuzayl ibn Iyos eshitdi, to'xtadi. Alloh qalbini ochdi. Alloh u kishining iymonini uyg'otdi. To'xtadi-da, "Ha ey Robbim, vaqt keldi" dedi. To'xtadi, ortiga qaytdi. Allohning hadisda kelgandek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidaqa Allohning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida turadi, xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Biz noumid bo'lmaylik, atrofimizdagi ayrim aka-ukalarimiz biz xohlayotgandek iymon e'tiqodda, toat ibodatda bo'lmagan bo'lsa, Alloh xohlasa bir lahzada burib qo'yadi. Xuddi xohlasa siz bilan bizni qalbimizni bir lahzada adashtirib qo'yishga qodir bo'lgan edik. Qaroqchi bo'lishiga qaramasdan birodarlar, bu odam musulmon edi, mu'min edi, qalbida iymoni bor edi. Ba'zi birodarlardan eshitib qolamiz, falon masalani eshitdim, qalbim ochilib namozga qildim. Falon kitobni o'qiganimdan keyin qandaydir ko'zim ochildi, to'g'ri yo'lga yurdim. Ularga aytamizki, sizlarda qalbingizda o'zi asli iymon bor edi. Asli iymon bor edi. Dinga bo'lgan muhabbat bor edi. Agar shu narsa bo'lmaganida qalbinglar uyg'onmas edi, haqqa yurmas edinglar. Chunki shu oyatlarni eshitayotgan, shu ma'ruzalarni eshitayotgan, shu kitoblarni o'qiyotgan qancha odamlar bor, nimaga ularda qalbi uyg'onmayapti? Qalbida aslida ularda iymon yo'q edi. Shuning uchun birodarlar,
Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin deydi Alloh taolo. Eslatma bering. Eslatma bering, zero eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi. Demak, birodarlar, ummati islomiyani hammasini qalbida diniga bo'lgan muhabbati bor. Bilasizmi, shu fojir, fosiq, ichi mast bo'lib qolgan odam ham modinga o'tmaysanmi, pul beramiz desa nima deydi? Nima deyapsan deydi. O'zi mast, biladi gunoh, lekin qalbini tagida iymon borligiga dalil shu. Nima deyapsiz deydi. Bilinglarki, o'sha toifaga o'tib ketayotganlarda qalbida o'zi asli iymon yo'q edi. Biz mana shu Asmaul Husno darslarda aytdik. Bular murtad bo'lib ketganlar. Bular iymondan qaytgani yo'q. Bular yo'ldan qaytishdi. Agar iymon insonning qalbiga borib o'rnashsa, hech qachon boshqa dinga o'tmaydi, hech qachon iymonidan voz kechmaydi. Har xil kufr yo'llariga kirib ketayotganlar, ular iymondan qaytgani yo'q akalar. Ular iymon yo'lidan qaytishdi, hali yetib borishmagan edi iymonga. Endi bu kishining qalbida iymon bor asli. Faqat havoy nafsi ustun bo'lib ketgan, shayton g'olib bo'lgan, zinoni qilib yuruvdi, o'g'irlik, qaroqchilikni qilib yuruvdi. Qissamizga qaytamiz. Fuzayl ibn Iyos ma'shuqasi bilan uchrashishlik niyatida devorga osildi, lekin dillar Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadi, oyatini eshitdi-da, bu yo'lidan qaytdi. Endi davomini qarang qissani. Qaroqchi qalbi uyg'ondi, ortiga qaytdi. Qop-qorong'i kecha bir xaroba bir imoratga borib joylashmoqchi bo'lib boruvdi, odamlarda ovoz eshitilib qoldi. Quloq solib tursa, Alloh boshqaryapti-da bu kishini qarang. Boshqa yerga borsa bo'lmasmi? Deb shu yerga kelish kerak. Kim idora qilyapti bu qissani? Alloh. 3-4 odam gaplashayotgan ovoz eshitilib qoldi. Borib quloq solsa, bir karvon odamlar to'xtashgan ekan. Karvondagilarda bittasi shu tundi salqinida ozgina yurib olmaymizmi? Yo'lga chiqmaymizmi dedi. Boshqalar esa yo'q. Chunki agar hozir yo'lga tushsak, Fuzayl yo'limizni to'sadi deydi. Ajibda, boshqa ko'chaga borsa bo'lmasmidi? Boshqa bir xaroba qurib ketuvdimi? Boshqasiga borsa bo'lmasmidi? Yo'q, bo'lmas edi. Chunki bo'ldi Parvardigor. Tavba qiladigan, haqqa qaytadigan vaqtim keldi deb sidq dildan Allohga murojaat qildi. Endi bu yog'ini Alloh qanday isloh qilyapti qarang. Xuddi Alloh taolo bu qaroqchini tavba qilishiga o'zi yordam berayotgan edik. Oyatni eshitib, qalbi ma'siyatdan qaytib, endi bu kishilarning so'zini eshitdi. Birodarlar, Alloh taolo aytadi: "Allohu yajtabi ilayhi man yasha va yahdi ilayhi man yunib." Alloh u dinga hidoyat topish uchun o'zi xohlagan kishilarni saylar va yolg'iz Allohga iltijo qiladigan kishilarni hidoyat qilur. Banda xohlab bir qadam bossa, Alloh albatta hidoyat qiladi. Fuzayl aytadi: "O'ylanib qoldim. Men tuni bilan ayollarda talabada bo'lib ma'siyatda yuraman, qaroqchilik qilaman. Yana musulmonlar mendan qo'rqib turadi. Alloh taolo mana shularga ro'baro qilishidan maqsadi meni haqqa boshlashi bo'lsa kerak" dedi. Alloh meni bu yo'ldan qaytishim uchun shularga ro'baro qilganga o'xshaydi dedi. Yana bir marta aytdi: "Parvardigor, men senga tavba qildim. Sening baytingga qo'shni bo'lib yashashim tavbamning isboti" dedi. Va shu kundan boshlab Makka mukarramaga qarab chiqib ketdi. Ana akalar, kimlarda Alloh hidoyat qilyapti? Demak, Allohning tavfiqi bilan avvalambor, keyin banda o'zini irodasi bilan hayotini mutlaq o'zgartirishiga imkoni bor. Har qancha ma'siyatga botgan bo'lmasin, Alloh tavfiq bergan bo'lsa va o'zini irodasi bilan mahkam bir ishga kirsa, inson albatta ko'p narsani uddalashga qodir bo'ladi. Ana birodarlar, qaroqchi, o'g'ri nima qilyapti? Tavba qilyapti. Qancha qo'shiqchilar, qancha aktyorlar bor, kayf safoda, aysh-ishratda bo'lgan hayoti. Lekin bir kun tavba qilishni xohladi, Allohga duo qildi, Alloh qalbini ochdi. Hofizi Qur'onga aylandi. Zo'r solih insonga aylandi. Demak, inson o'zini ixtiyorida. Birodarlar, tavfiq nima? Tavfiq nima? Sizni qaroringiz. Alloh tavfiq berdi. Siz qaror qildingiz, Parvardigor tavfiq ber, bugundan boshlab tashadim dedingiz, Alloh yordam berdi. Ayrim odamlarda boshiga balo kelishini kutadi, to'g'ri yo'lga yurish uchun. Otasi o'lish kerak namoz o'qish uchun, enasi o'lish kerak namoz o'qish uchun, bankrot bo'lish kerak haqqa yurishlik uchun, yo biror bir a'zosi ishlamay qolish kerak, shol bo'lib qolishi mumkin kerak, kasal bo'lib ketish kerak, tavba qilishlik uchun. Demak, hidoyat birodarlar
Bu siz bilan bizning qarorimiz. Alloh tomonga bir qadam bosadigan bo'lsak, Alloh biz tomonga 2 qadam bosadi. Insof bersa biz ham tuzalib qolarmiz. Insof bersa biz ham namoz boshlab qolarmiz degan gap bu bari bekarchi gap. Sen o'zing xohlamayapsan. Sen o'zing xohlamayapsan. Fuzayl ibn Iyoz oyatni eshitdi, qarorni qabul qildi, hayotini o'zgartirdi. Faqat tavba qilib ibodatga to'g'ri-to'g'ri qaytib qo'ymadi. Tavbani ham eng kattasini qildi va ibodatni ham eng ulug'iga yurdi. Shunday bir obidlarga aylandiki, nafaqat o'zini zamonasida, balki qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ummati Muhammadiyani eng zo'r obid insonlardan bo'lib yetishdi akalar. 14 asrda yashab o'tgan sahobalardan keyingi davrda aytyapmiz. 14 asrda yashab o'tgan musulmon obidlarni eng zo'rlari qaysi deb aytsa, albatta Fuzayl ibn Iyoz birinchilar qatorida zikr qilinadi. Kim edi asli? O'g'ri edi, qaroqchi edi, zinokor edi. Qaroqchi o'g'ri bo'lgan paytda ham birinchi o'g'ri, birinchi qaroqchi edi. Taqvodor obidlar qatoriga o'tgandan keyin ham birinchisiga aylandi. Ikkinchi sort bo'lishni xohlamayapti. Tushunalingmi ukalar? Balandroq narsani mo'ljallanglar. Balandroq. Shu mahallada chempion bo'ldingizmi, endi harakat qiling rayonda chempion bo'lishga. Bo'ldimi? Keyin oblastga chiqing. Qirg'izistonda chiqing. Tezroq intilib olinglar. Bizda ajibda, gunoh ma'siyatni zo'r qilib yurganlar tavba qilgani qarasang qo'zichoq bo'lib qolgan. Haligi avvalgi shijoati, avvalgi g'ayrati ko'chada yurganda hamma undan hayiqishi qolmaydi. Bir yo'li qo'zi bo'lib oladi akalar. Umar ibn Xattob sher edi, johiliyatda ham. Islomga kirganda ham sherligicha qoldi akalar. Hamza ibn Abdul Muttolib, Zubayr ibn al-Avvom, Xolid ibn Validlar. Fuzayl ibn Iyozning taqvosi, halolga bo'lgan harisligi. Bishr ibn al-Haris aytadi. Bishr ibn al-Haris o'zi taqvodorlarning ustozi edi. Bishr ibn al-Haris. Imom Ahmad aytadi, Bishr ibn al-Harisning uyi taqvo uyi edi. Mana shu uyi taqvo uyi bo'lgan Bishr ibn al-Haris Fuzayl ibn Iyoz haqida aytadi. Men bilgan 10 kishi bor, ular faqatgina halolni yeyishgan. Xorinlariga faqatgina halolni kiritishgan. Garchi och qolib tuproqni yoki kulni yegan bo'lsa ham. Och qolib ketsa kulni tuproqni yesa yegan, lekin harom yoki shubhanasini ular qorniga kiritmagan. Ana shu obidlarning qilgan ishlaridan bittasini aytaman. Bag'dodda bir odamni qo'y yo'qolib qoldi. Mana shu obid taqvodor odamlar shu qo'y topilgunicha yoki kim olganligi ma'lum bo'lgunicha go'sht yemay turishdi. Ana shu 10 kishini sanar ekan, Bishr ibn Haris aytadi, ular Sufyon, Ibrohim ibn Adham, Fuzayl ibn Iyoz va uning o'g'li. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Mag'rib va mashriqni olimi bo'lgan Abdulloh ibn Muborak aytadi, odamlarning eng ibodatlisi deb Abdulaziz ibn Abi Ruatni ko'rdim. Odamlarning eng taqvodorrog'i deb Fuzayl ibn Iyozni ko'rdim. Odamlarning eng bilimlisi deb Sufyon as-Savriyni ko'rdim. Odamlarning eng faqihi deb Abu Hanifani ko'rdim. Qarang, Abu Hanifa, Sufyon as-Savriy bir sohada ummati eng peshqadam kishilarga aylandi. Fuzayl ibn Iyoz ularchalik ilmga ega bo'lmasa ham taqvo, ibodat, zohidlik bobida o'zining zamonasidagi eng. Bugun Abu Bakr Rozi rahmatullohi alayhi haqida dars qilamiz. Bu kishi haqida g'arblik sharqshunos Zigrid Xonke o'zini G'arb uzra Allohning quyoshi porlaydi kitobida Imom Rozini insoniyatning mutlaq ulug' tabibi deb sifatlagan edi. Insoniyatning mutlaq ulug' tabibi. Bizning ummat birodarlar mana shunday bir boshqa ummatlarning oldida peshqadam ummat edi. Ammo keyingi asrlarda orqada qolib ketdik. Ilm ma'rifatda, saqofatda, texnologiyada. Lekin biz yuksaklikka yetishlik nima bilan bo'lishini anglab yetyapmiz. Dinimizga qaytish, dinimizni mahkam tutsakkina yuksaklikka erishishligimizni anglayapmiz. Qaysidir xalqlarga taqlid qilishlik bilan, ularda kiyimini ustimizga kiyishlik bilan, ularda yo'liga tushib olishlik bilan yuksalmasligimizni tushundik. Biz o'zimizni aslimizga qaytishimiz kerak birodarlar. Bu ummatni din ko'targan. Dinda ushlagan xalq ummat yuksaklikka ko'tarilavergan. Hech qaysi xalq yoki ummat dinni ko'tarmaydi. Din ko'taradi. Sahroy arablar kim edi? Payg'ambarimiz zamonida, o'sha zamonda arablar kim edi? Hech kim emas edi. Lekin dinni ushlashdi, Rasulullohga itoat qilishdi. Alloh bu xalqni 23 yil, bor yo'g'i 23 yilda yer yuziga, ummatlarga, xalqlarga ustozlik darajasiga ko'tardi.
Biz mana shu darslarimiz orqali shu ulug' ajdodlarimizni shu yuksaklikka olib chiqqan omillarni, sirlarni, sabablarni o'rganmoqchi bo'ldik. Abu Bakr Ar-Rozi. Bu ulug' inson Forsning Roy shahrida tug'ildi 250-hijriy yilda. Yoshligidan ilmga muhabbat qo'ydi, riyoziyot, falsafa, tabobatni o'rgandi. Biz birodarlar ko'p qaytaryapmiz, bolalarga yoshligida qattiq e'tibor qaratishlik kerak. Agar mana shu o'qishga, ilm, ma'rifatga iqtidori borligi his qilinadigan bo'lsa, borligi seziladigan bo'lsa, qancha ertaroq harakat qilsak, shuncha kattaroq natija bo'ladi. Qancha ertaroq e'tibor berib, bularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullansak, yuksaklikka yetishlikka imkoniyati, bizni tilda aytganda shansi nima bo'ladi? Ko'proq bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Imom Roziy yoshligidan kitob mutolaasiga qattiq kirishgan edi. Kunduzi har qancha ishi bo'lsa qilib, kechki payt yotar paytida chalqamchi yotardida, shamni bosh tomoniga qo'yib, kitobni yuzining ustiga tutib o'qir edi. Shamni yorg'i kitobga tushadi, o'qiydi. Endi nimaga yuziga tutib o'qir edi? Ko'zi uyquga ketib, uyqusirab kitob tushib ketsa, betiga tushadi, yana uyg'onib ketib, yana davom etkizib o'qiydi. Nima esingizga tushyapti? Sizlar nimani uyqusirab shunaqa qilasizlar? Cho'chib uyg'onib ketadi-da, kitob mutolaasini davom etkazar edi. Imom Roziy o'zi haqida aytadi: "Agar men o'qimagan bir kitobni borligini bilib qolsam, yoki men borib gaplashib ilmini olmagan bir olimni eshitib qolsam, to shu kitobni topib o'qimagunimcha, to shu olimning oldiga borib qancha ilmi borligini bilmagunimcha tinchimas edim. Har qancha menga zarar qilmasin, shu narsani oxiriga yetkazar edim" deydi. Qarang, ilmga bo'lgan faqatgina muhabbat bor emas. Nima bor muhabbat u yog'ida? Oshiqlik bor. Ilmni faqatgina yaxshi ko'rmaydi, balki oshiq. Xuddi ma'shuqasini orqasidan qo'valagandek qo'valaydi. Yana aytadi o'zi haqida: "Ijtihodim va sabrim shu darajaga yetdiki, bir yilda o'z qo'lim bilan 20 ming varaqni yozib to'ldirdim. Bir yilda 20 ming varaq yozdim." Bu yoshligidagisi. Agar 400 betli kitob deydigan bo'lsangiz, bu 50 ta kitob ekan. 50 ta kitobni o'qidim demayapti, 50 ta kitobni yozdim deyapti. Endi biz shularga tenglashlikka harakat qilishimiz kerak. Garchi tenglasha olmasak ham eng kamida mashaqqa qarab yurish kerak ekan degan fikrga kelishimiz kerak. Kitob o'qitinglar bolalaringizga. Akalar kitob o'qisin. Bolalarimizni mana shuni bir ulug' insonlar, ahli ilm, olimlar yetishib chiqishini xohlasak, kompyuter o'ynagani bilan, telefon o'ynagani bilan u martabaga, u maqomga yetmaydi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Imom Roziy tabobatga e'tiborini qaratdi. Avval Bag'dodga borib tabobatni o'rgandi, keyin o'zini shaharga qaytib keldi, Royga. Shaharning hokimi Mansur ibn Ishoq talab qildi, keling bu yoqqa, Roydagi eng katta shifoxonani idora qilishligi uchun. Kelgandan keyin mana shu hokimning talabiga ko'ra o'zini bir eng ko'zga ko'ringan kitoblardan birini yozdi, Mansuri fit tib kitobi. Yana tibbur ruhoniyni ham yozib tugatdi. O'qib nima bo'larding deb qo'yadi-yu. Shu fikrni esdan chiqaraylik. Zo'r o'qisangiz universitetda student bola. Shu o'zingizning universitetingizda, o'zingizning fakultetingizda, o'zingizning kursingizda nomer 1 bo'lsangiz, xaridorchi maktabni o'sha universitetni bitirmasdan turib chiqadi sizga. Bilasizmi? Mana u zo'r o'qiyapti yurisprudensiya desa, katta-katta kompaniyalar xaridor oladi. Yurist qilib olaylik deydi. Ishonaveringlar, ilm juda katta pul. Ilm ham pul, bo'lganda ham katta pul. Bilasizlarmi shu narsani? Biz qachon shu yoqqa qaytsak, ina o'sishni boshlaymiz. O'qib nima bo'lardi? Bu ikki kitob bir-birini to'ldirardi. Birinchisi jasad kasalliklari haqida bo'lsa, ikkinchisi ruhiyat kasalliklari haqida edi. Roy shifoxonasidagi mehnati, ijtihodi va kitoblari sababli Imom Roziy odamlar orasida hurmati baland bo'ldi, mashhur bo'ldi. Shuning uchun xalifa Mu'tazid Bag'dodga kelishini, Mustashfa Mu'tazidiyni boshqarishlik uchun Bag'dodga chaqirdi. Nimasi uchun? Ilmi uchun, ma'rifati uchun. Qarang, biz to'g'ri-to'g'ri tabib bo'lgan, to'g'ri-to'g'ri domla bo'lgan odamlarni gapirmayapmiz. Shu sohada cho'qqiga erishgan odamlarning peshvolari haqida suhbat qilyapmiz. Hammasi yoshligida e'tibor berilgan, hammasini zehni bo'lgan, xotirasi bo'lgan, hammasi kitob o'qigan ekan. Mana shunisi bir ajib narsa. Shunday qilib, u islom olamidagi eng katta shifoxonaga boshliq bo'ldi.
Bag'dod va o'zini Roy shahri o'rtasida borib kelib yashadi. Umrining oxiriga borganda mana o'zini Roy shahrida yashadi. 313-hijriy yilda u kishi vafot etdi. Imom Roziy o'zini kuchli zakovati va ajib xotirasi bilan tanilgan edi. Mana shu ikkita sifat, zakovat bilan xotira, deyarli hamma ulug' insonlarda bo'lgan. O'qigan, eshitgan hammasini yodlab qolar edi. O'zini tengdoshlarining ichida mana shu sifatlardan ajralib turar edi. Imom Roziy ayrim olimlarga o'xshab dunyodan ajralib faqat ilm bilan shug'ullanmadi. Mana Imom Navaviyda aytdik, o'sha madrasani bitta hujrasida yashab o'lib ketdi. Dunyo ishi bilan umuman aralashmadi. Dunyoga, uni bir zeb-u ziynatiga, umuman hech narsasiga aralashmadi. Ammo Imom Roziy bunday bo'lmadi. Dunyodan ajralib faqat ilm bilan mashg'ul bo'lmadi. Dunyoning eng katta shifoxonasining mudiri bo'lgandan keyin qo'liga dunyo ham keldi, birodarlar. Ammo dunyosi aldab qo'ymadi. Dunyosi ilmiy o'sishidan to'xtatib qo'ymadi. Imom Roziy juda boy kishi edi. Shuning uchun o'zini saxovati, karami bilan ham mashhur bo'lgan edi. O'zini yaqinlariga, do'stlariga, faqir miskinlarga xayr-ehson bo'lardi, xususan xayr-ehsonli bo'lar edi. Davolayotgan kasallarning ichida o'ta faqirlariga o'zini cho'ntagidan maosh berib turardi. Davlatini, boyligini ko'pligi u kishini o'zini asosiy ishidan, tabobatdan to'sib qo'ymadi. Birodarlar, ne'mat egasi borki, unga hasad qiladiganlar albatta topiladi. Puli bormi, hurmati bormi, ilmi bormi, quvvati bormi, nimasi bor boshqalardan jinday ko'proq? Nimasi boshqalardan ozgina ko'proq? Albatta hasadgo'ylar topiladi. Imom Roziyga mana shunday hasad qiladiganlar topildi. Bu kishini ham o'zini sohasida o'sib ketganligi, peshqadam bo'lib ketganligi ayrim odamlarga yoqmas edi. U kishini sha'niga noloyiq so'zlarni aytishdi, kufrda ayblashdi. Ya'ni xudosiz bu, buni iymoni yo'q degan tuhmatlarni qilishdi. Ammo Imom Roziy o'zini yozgan ko'p kitoblar orqali ularni bu da'volarni rad qildi. O'zini bu bo'xtonlardan pok ekanligini bayon qildi. Ba'zi bir kitoblarida insonning jasadida Allohning ulug' hikmati borligini bayon qildi. Yana bir kitobida insonning jasadidagi puxtalikni bayon qilib turib, mana shu puxta ishni qilgan zot o'zi hikmat egasi ekanligini bayon qildi. Imom Roziyda dinida xurofat yo'q edi. Lekin boyaga aytganimizdek, ne'mat egasi borki, unga nima qilinadi? Hasad qilinadi. Imom Roziy o'zini ilmiy o'sishida to'xtab qolmagan edi. Bu haqida aytar ediki, bu ish, ya'ni tabobat, avvalgilarning kitoblarini o'qimasdan tamomiga yetmaydi. O'zining Mansurul Fittib kitobida shunday yozadi. Albatta bu sinoatda, tabobatda avvalgilarning ishlariga tayanmay kishi unda puxta bilimli, mutamakkin bo'la olmaydi. Avvalgilarda kitobini o'qib, ularda tajribalardan foydalanmagan odam bu ilmda peshqadam bo'la olmaydi. Agar hamma umrini mana shu tabobatga sarf qilsa ham, chunki undagi ilmning miqdori, tabobatdagi ilmning miqdori insonning umrining miqdoridan katta. Ya'ni aytmoqchiki, avvalgilar qayerga yetkizgan bo'lsa, shu yergacha o'rganib, bu yoqqa davom etkizib ket. Ularda tajribalarni chekiga surma. Ularda menga keragi yo'q, o'zim topib olaman dema. Qo'lingdan kelsa, ular qoldirgan narsani o'rganib turib, bir narsa qo'shib ket. Imom Roziy, mana davom etamiz. Arablar orasidagi eng birinchi tabib edi. Islom olamidagi eng birinchi tabib edi. Nafaqat islom olamida, o'zini davrida butun insoniyat orasidagi birinchi tabib edi. U kishi faqatgina bir musulmonlarni ilmiy merosiga emas, butun insoniyatni merosiga o'zini hissasini qo'shib ketgan edi. Imom Roziy o'zini zamonida, birodarlar, hali hech kim qilmagan ishlarni qilgan edi. Yangiliklarni, ixtirolarni qilgan edi. Birodarlar, bir odam mubdi deyiladi arab tilida, peshqadam, lider bo'lishi uchun bir yangi narsani olib chiqishligi kerak o'rtaga. Agar yangi narsani olib chiqmasa, hech qachon mubdi bo'la olmaydi, lider bo'la olmaydi. Agar eskilardan qolgan narsani tartibga keltirib, bir yangicha usul bilan olib chiqqan bo'lsa, bu odam yangilik ixtiro qilgani yo'q. Mana Imom Roziyni birinchi bo'lib qilgan ishlaridan, kashfiyotlaridan. Operatsiya qilgandagi ip bor, birodarlar. Shu Imom Roziyning kashfiyoti. Jarrohlik iplarini birinchi bo'lib kashf qilgan kishi Imom Roziy bo'ladi. Malham, maz, mana surtimiz teriga, burunga, boshqa joyga, mana shu mazlarni ham insonni jasadiga surkaladigan shifobaxsh mazlarni kashf qilgan birinchi kishi mana shu Imom Roziy bo'ladi. Hozirgi kunda patent deb qo'yadi.
Yana bir kashfiyot o'ylab topgan bo'lsa, bir narsa o'ylab topgan bo'lsa, borib patent olsa bo'ldi, pul tayyor qolib ketadi. Chunki shu kashfiyotidan boshqa xalqlar foydalansa, bunga nima to'laydi? U yosh bolalarning kasalliklarini, ayollarning kasallarini, tanassuliy kasalliklar, tug'ishdagi bo'ladigan kasalliklarni hammasini tafsilotlar bilan o'rganib, alohida bir ilm qilib, kitob qilib yozib qoldirib ketgan edi. U kishi ko'z jarrohiyatiga taalluqli bo'lgan ko'p kashfiyotlarni qilgan. Ko'z kasalliklariga tegishli bo'lgan ko'p tajribalarini kitoblarga yozib qoldirgan edi. Birodarlar, bizda hozir doktorlar lor deydi, u lor. Okulist deydi, okulist. Xirurg deydi, bitta soha bilan ishlaydi. Yalqovlik kasaliga chalinganmiz. Bu kishi yalqov bo'lmagan ekan. Bitta sohada zo'r bo'lsa yetadi o'zimizning zamonimizda. Bu kishi bitta sohada ishlamagan ekan. Aytdi-ku, bir yilda o'zida 20 ming varaq narsani qo'lim bilan yozib o'rgandim deyapti. 400 varaqli kitob desiz, 50 ta kitobni 1 yilda yozgan ekan. O'qigan ekan emas akalar. Yozgan ekan. Tibbiy tajribalarni birinchi bo'lib o'tkazgan kishilardan edi. Bir yangi dorini topib, hayvonlarda sinab ko'rar ekan. Maymunlarga berar ekan. Agar maymunlarga zarar qilmasa, bir ta'siri foydali bo'ladigan bo'lsa, keyin odamlarga nima qilar ekan, berar ekan. Nima deydi buni hozirgi tilda? Eksperiment deydi. Imom Roziy kasalni aniqlashlikda turini, qon bilan bavulni tashxis qilishlikni birinchi bo'lib tavsiya qilgan kishilardan edi. Qaytaramiz, kasalni aniqlashligi uchun bavul bilan qonni tashxis qilishlik kerakligini birinchi bo'lib o'tgan kishilardan edi. Analiz bizning tilda. Doktorlarga ham juda ham oson. Borib analiz topshirib berdi, bunday qaraydi, qonidagi sostavga qarata, mana qopti deb Imom Roziy boshlagan ekan shu narsani birinchi. Kim boshlagan ekan? Bizning musulmon bobokalonlarimiz. Imom Roziy yana kasalni jismoniy tomondan davolashdan avval, ruhoniy tomondan avval davolashi kerakligini ham fikrini birinchi ilgari surgan kishi edi. Bilasizlar, doktor bu shunaqa odam bo'lish kerakki, u bilan gaplashsa bo'lish kerak. Ya'ni dardingizni siz eshitib turish kerak. To'g'rimi doktor akalar? O'shanda bir o'qigandim shu tabiblarda nimasida, kulturasida, madaniyatida unga dardini aytib yozilishi mumkin bo'lgan odam bo'lish kerak ekan. Sabrli odam bo'lish kerak edi. Imom Roziy shuni birinchilardan bo'lib qilgan ekan, tavsiya qilgan ekan. Imom Roziy falsafa ilmida ham, tabobat ilmida ham olim edi. Imom Roziy ham tabib, ham filosof bo'lgan. Ko'ringlar qanaqa odamlar haqida gaplashyapmiz. Va mana shu ikkita ilmida, ya'ni biridan ikkinchisidan bir foydalanar edi. Tabobatida falsafasidan foydalanardi, falsafasida tabobat ilmidan foydalanardi. U kishini nazarida inson o'zini hayotini boshqarishda, havoi nafsini jilovlashlikda hokim uni aqli bo'lish kerak degan teoriyani ilgari surar edi. Mana endi inson o'zini hayotini tartibga keltirishida, bir havoi nafsini jilovlashida aqli hokim bo'lish kerak deyapti. Hozir ukalar, sizlar ko'radigan kinolarda nima deydi, bilasizlarmi? Qalbingga quloq sol deydi. Qalbing nima deyapti deydi. Nima u qalb? Aqlmi u? Yo'q, aql emas. Nima u? Yashay, nafsingga quloq sol deyapti. Qalbingga quloq sol. Qalbing seni aldamaydi deyapti. Qalb nafs akalar. Bu havoi nafs, innal nafsal ammaratun bisu illa ma rahima robbi degan Alloh taolo. Albatta nafs yomonlikka buyuradi. Faqat Robbim rahmat qilganlar bundan mustasno deydi. Qalbingga quloq sol deydi. 17-18 ga kirgan ahmoq bo'ladi, hech narsani bilmaydigan qalbiga quloq solish kerak. Mana ota-ona 50-60 yillik tajribasini aytib, bolam bu ishing noto'g'ri, bunga uylanishing yaxshi emas yoki bunga tegishing yaxshi emas desa, bu yerdagi nima bo'ladi, haligi bu yerda nimasi bo'ladi? Aql o'rgatadigan bittasi qalbingga quloq sol deydi. Kulmanglar, yig'langlar, sizlarda bolalar shu kinoni ko'rib katta bo'lyapti. Qalbi iPhone 10 da xohlayapti. Qalbi kitob o'qishni yo xohladimi? Xohlamaydi. Ana, ko'ryapsizlarmi? Imom Roziy inson hayotini boshqarishida, havoi nafsini jilovlashligida aqli hokim bo'lsin deyapti. Tushunarlimi? Bizda qaranglar-da. Aql bor, fitrat bor, shariat bor. Mana shu 3 ta narsa siz bilan bizni relsimizdan tushib ketishdan to'sib turadi. Aqlimiz bor, fitratimiz bor, shariatimiz bor. Mana ikkalasi ham aynishi mumkin ekan. Ikkalasi ayniydigan bo'lsa shariat turar ekan, garantiya bo'lib. G'arblarda qarasanglar, aqli joyida,
ahmoq emas. Lekin ular fitrati aynidi. O'shuning uchun erkak, xotinga xotin uylanyapti. Ahmoq deya olmaysizlar, to'g'rimi? Aqli joyida, texnologiya shularda, bari kashfiyotlar shularda, biz orqadamiz. Ammo fitrati aynidi ularda. Agar kishini aqli insofga chaqirib turmasa, fitrati qabul qilmaydi. Masalan, bir odam umuman dinni tushunmaydi, erkak uylanishiga haqida nima deysan desa, dinni bilmaydi. Jinnimizdan qanaqalik insoniyat ko'payadi bo'lmasa, dinda aqli bilan qabul qilmaydi. Agar aqli aynagan bo'lsa, fitrati turadi, to'g'ri emasdi. Endi ularda nima yo'q? Shariat yo'q. Bizda aql ham bor, fitrat ham aynigani yo'q. Qalbingga quloq sol. Seni qalbing aldamaydi. Tvoy sersa deyapman deydi. Ne qalbiga quloq solsa, nima deyapti? Barobar deyapti. Bu gaplarimni hammasidan aytmoqchi bo'lganim, bizni mo'o tushuncha bilan o'lchovlarimiz g'arbnikida bo'lib qolmasin. Kishi o'zini xohish istaklarini jilovlashida aqlini, fikrini ishga solishi kerak. Yana aqlini ishlatish orqali inson o'zini shahvatini to'xtata oladi. Imom Roziyning falsafasiga ko'ra kishi o'zini ayoblari bilan ovora bo'lish kerak, boshqalarning ayoblari bilan emas. Mana shu narsani ham bir o'rgansa yaxshi bo'lardi. Bir qog'oz yozib qo'ysak, telefonimizga yozib qo'ysak, o'tirib siz o'zingiz bilgan bir 4 ta aybingizni topingda yozing. Masalan, injiqsiz, qaysarsiz, tez achchig'ingiz kelib ketadi, qizg'anchiqsiz yoki shu buni o'z bilasiz. Men bilmayman hammasini. Shuni bir chekkadan shug'ullanib yozib tuzatishlik kerak deb biladi. Agar shunday qilmasa, inson hech qachon o'smaydi. Inson hech qachon yuksaklikka yetmaydi deb biladi. Kelinglar shuni qilib ko'ramiz. Mana Ramazonning oxirgi 10 kuni qoldi. Bir ikkita aybimizni olaylik. 5 kundan 2 ga bo'laylik. Mana ikkita aybimiz 5 kundan tekshiraylik. Agar birodarlar o'zimizni tuzatmasak, boshqa birov kelib nima qilmaydi? Tuzatmaydi. Yana aytar edim. Inson o'zining ayblarini tuzatishi oson bo'lmaydi. Nima uchun? Havoy nafsi bor-ku uni. Shuning uchun o'zidagi yomon sifatlarini yo'q qilish uchun unga yo'l ko'rsatib turadigan, kamchiliklarni aytib turadigan murabbiyga muhtoj. Murabbiyga muhtoj. Murabbiyda gapidan chiqmagan, ustozini etagini mahkam tutgan tolib dono va top odam bo'ladi. Chunki shu ustozni bosib o'tgan yo'ldagi qiyinchilik, kamchiliklarni bu boshidan o'tkazmaydi. Demak, tabobat va falsafa faqatgina u kishi jasad tabibi emas, balki ruhoniy tomondan ham insonlarga tabib edi bu kishi. Imom Roziyning ta'lifotlari, kitoblari juda ham ko'p. Faqatgina tabobat borasida emas, boshqa ilmlarda ham. Ibn Nadim va Quftiylar aytadi, Imom Roziyning o'zi yozgan kitoblarini nomlarini bitta mundarijaga jamladi. O'shunda bu mundarijaga 200 ta kitobni nomi yozildi. 200 ta kitob yozgan edi. Lekin ta'assub kishini juda ko'p kitoblari hozir kelib yo'q bo'lib ketgan. Ularning orasidagi eng mashhuri Al-Hawi fi Tib kitobi edi. Imom Roziyning mana shu kitobi mashhurligi va ahamiyati jihatidan kitoblarning orasidagi eng birinchi kitob hisoblanadi. Tom kitoblar. Unda Imom Roziy qadimgi greklar, hindlarning tajribalaridan foydalanganini yozadi va o'zini kuzatishlarini ham, tajribalarini ham kiritgan. Kimdan qaysi ma'lumotni olgan bo'lsa, aniq yozib qo'ygan. Maloni palonchidan oldim, maloni po'kinchidan. U yerdagi hamma ilm ma'rifatni o'zimniki deb da'vo qilmasin. Bu xolislikning belgisi. Mana shu kitob Al-Hawi fi Tib 1486-yilda Yevropada tarjima qilingan. Ana shu davrda chop etilgan kitoblarning eng kattasi bo'lgan 25 tom bo'lgan shu kitob. 25 tomlik ensiklopediya. 17-asrgacha Ibn Sinoning Al-Qonun kitobi va Imom Roziyning Al-Hawi fi Tib kitobi, birodarlar, Yevropadagi tabiblarning asosiy murojaat qiladigan manbasiga aylangan. 17-asrgacha mana shu kitoblar eng birinchi kitoblar bo'lgan. Imom Roziy bitta kitobini 15 yil yozganligini aytadi. Jamiul Kabir kitobini. Aytadi, kecha kunduz shu kitobni yozish bilan mashg'ul bo'ldim. Hatto ko'zim xiralashib ketdi. Va qo'limda poylarimga bir kasal etdi, yozishga ham imkoniyat topmay qoldim. Ko'z xiralashib ketdi, qo'l yoza olmay qoldi. Ozgina qo'li yengillab dardi, og'rimay tursa yozar edi.
Agar olib yozish iloji bo'lmasa, boshqa birovlarga aytib yozdirar edi. Irodani qarang, himmatni qarang. Biz 100 ta kitob o'qib qo'ysak ham katta gap edi, birodarlar. Biz 20 ta kitob o'qib qo'ysak ham katta gap edi bir yilda. Chiqarib qo'yilgan kitobni o'qimaymiz, uyimizda turibdi. Ha, menda bor o'qi kitob deb qo'yasiz. Mana kitobda bor, bizda bor u hadis va hayotni polni komplektini olib qo'yganman deb bo'ladi. O'qimay bo'ladi. Nechtasini o'qigansiz desa yo'q. Shuning uchunchi faqat eshituvchi qo'yamizda. Faqat eshituvchi qo'yamiz. Masalan, kimimiz uyimizda diniy kitob yo'q? Hammamiznikida bor. Lekin hammamiz o'qidikmi shu kitoblarni? Bu kishining mashhur kitoblaridan Fishchukuki ala Jalinos. Bu Jalinos Galen. Shu qadimgi tabiblardan Galen. Imomning mana shu kitobi hali hanuzgacha chop etilgani yo'q. Shu kitobida Imom Roziy Jalinosni 28 ta kitobini tanqid qilgan edi. Ichidagi kamchiliklarini o'qib tanqid qilgan edi. 28 ta. Imom Roziy o'rta asrlarda islom olamidagi fizika va ximiya ilmini ham eng ko'zga ko'ringan olimlardan edi. Ulamolardan biri Al-Uyunul Anba kitobida aytadi, Imom Roziy insonning ko'zi ko'rishlik haqidagi tasavvurni o'zgartirib yubordi. Avvalgilar insonni ko'zidan yorug'lik chiqib turib, narsalarga tushadi, keyin ko'radi degan tasavvurda edi. O'zi aslida mana keyin ham bu fan aniqladi buni. Yorug'lik jismga tushib insonning ko'ziga uriladi, keyin ko'radi. Mana shu nazariyani, mana shu teoriyani birinchi olib Imom Roziy o'rtaga olib chiqqan edi. O'zining aslida ximiya fanida peshqadam olimlardan edi. Uni Sirrul Asror kitobi mana shu ximiya fani bo'yicha juda ham mashhur bo'lgan, keyin Yevropada ham shuhrat topgan. Kunlarning birida Imom Roziy o'zining ko'plagan shogirdlari bilan ko'chada ketib borar ekan, bir kampir ko'zi tushib qoldi Imom Roziyga. O'nlagan shogirdlari orqasida yuribdi, og'zidan chiqqan har bitta so'zni yozishyapti. Haligi kampir kim ekan bu odam? Har bitta chiqqan so'zini og'zidan chiqqan so'zini yozishyapti deb talabalardan biridan so'radi. Bu kishi kim? Boyaga talabani jahli chiqib, bu kishini tanimadingizmi dedi. Bu kishi Allohning borligiga minglagan dalillari bor olim-ku dedi. Ya'ni bu kishi Allohning borligini dalili sifatida bir minglagan dalillarni o'ziga jamlagan bir kitob yozgan edi. Allohning borligini ko'rsatadigan kitobki minglagan dalili bor ichida. Shu yerda hali kampir juda bir ajib va mashhur so'zini aytdi. Aytdiki, bolam, agar bu kishida minglagan shak shubha bo'lmaganida Allohning borligi haqida minglagan dalilga muhtoj bo'lmasdi dedi. Ya'ni oddiy, sodda fitriy iymon. Umar ibn Xattob aytar edi, mana shu cho'ponning iymonidan menga bir iymon bergin der edi. Cho'ponning iymoni qanaqa edi? Yerda tezak yotibdimi? Demak, buni tashlagan bir hayvon bor. Yerda bir bosilgan iz turibdimi? Demak, uni bosgan bir jonivor bor. Shunaqa fitriy iymon. U hujjat dalildan kerak yo'q, pokiza fitrati bilan o'zi topadigan iymon. Imom Roziyning so'zini eshitib, Parvardigor mana shu kampirning iymoniga o'xshagan iymon deb qo'ydi. Fitriy iymon, shak shubhasiz, hujjat dalilsiz, mantiq falsafaga muhtoj bo'lmagan iymon. Ammo biz aqlimiz bunga ko'nmaydi dedi. Aqlimiz bizni qanot bilan ish tutishga majbur qiladi dedi. Alloh taolo buyurgan birodarlar, yuzlagan oyatlarda osmon yerni yaralishida, kun bilan tunni almashishida fikr qilinglar, Allohning azamatini topinglar. Aqlimizga buyurilgan birodar, lekin shunday odamlar bo'ladi, shu fitrati bilan iymon keltirdi bo'ldi. Imom Roziy iymon keltirdi, aqli qanoat hosil qildi, odamlarga shu narsalarni o'rgatdi va shu bilan ahli sunnaning falsafa va tabobatdagi eng ulug' olimlardan biriga aylandi. Musulmon yoshlarga ibrat bo'lgan, xosatan tabobatni o'rganayotgan talabalarga ibrat bo'lgan Imom Roziyni Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Siz bilan bizga ularning hayotini o'qib o'rganib, o'zimizga xulosa ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib obuna bo'ling.